minglab qarz olganlar bor, qarzini to'lamaydi. Vaholanki Xudo rozi bo'lsin deb ostonalarni yalab olgan. Qanchadan qancha odamlar borki, mahsulot olgan, nasiya savdoga, keyin pulni keltirib beraman degan. Qanchadan qancha odamlar borki, ishchilarni ishlatgan. Qanchadan qancha odamlar borki, ishni zimmasiga olib to'g'ri bajarmagan. Xudo haqqi mana shu ishingizni zo'r qilib beraman, o'zingiz aytgandek qilib beraman, talabdagidek qilib beraman deb omonat bilan olgani uni qilmagan. Qanchadan qancha odamlar bor, qanchadan qancha mojarolar bor. Alloh panoh bersin. Mohi sharif Ramazonda odamlar SMS yozishadi, odamlar kelishadi, qarz bering deyishadi. Eng katta musibatimiz, ba'zilar qarz olib qodir bo'lsa-da bermaydi. Haqiqiy qarzga muhtoj odam endi qarz ola olmaydi. Bechora qarzga muhtoj. Pul kerak. Zarur pul. O'g'lini uylantirmoqchi, qizini uzatmoqchi, vaqt o'tsa bo'lmaydi. Safarga bormoqchi, muolaja olmoqchi va hokazo. Lekin unga hech kim pul bermaydi. Nima uchun? Zada bo'lgan. Pulni olib bermaslikdan zada bo'lgan va hokazo. Hozirgi kunda deyarli har bir ko'chamizda shunaqa odamlar bor. Odamlarni pulni oladi, bermaydi. Yana namoz o'qiydi, roza tutadi. Ko'rsangiz, Alloh rozi bo'lsin, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu deydi. Birov aytsa aytadiki, u ko'changizdagi faloncha bola muttaham mendan 10 yil bo'ldi pul olganini bermaydi deydi. Unga aytsangizki, "O pulini etib ber" desangiz, "O'zimizning hisob kitobimiz bor" deydi. Qanday hisob kitob? Ana endi buning kasofatida bechora pulga muhtoj odam pul ola olmaydi-da. Ana endi bersa nima bo'lsin, bermasa nima bo'lsin? O'nlab odamlar murojaat qiladi. Ozgina pul kerak, qizimni uzatishim kerak, quda taraf to'y qilamiz deyaptilar. Buni otalar tushunadi endi. Quda taraf to'y qilamiz desa, qizini uzatishga bir narsasi bo'lmasa endi ota tushunadi uni. Ota bo'lganlar, qiz uzatganlar, o'g'il uylantirganlar uni biladi endi. Shularga diqqatli, e'tiborli bo'lishimiz kerak.